ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون برجع الصدى لك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وأصحابه عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz Müslümanlar, aziz qarindoshlar, biz bugün dünyadaki Müslümanlarning ahvoliga nazar soladigan bo'lsak, qaraydigan bo'lsak, dünyanın her yerideki Müslümanlardan bir xil qayg'u, azap, dard, yüreklerinde pig'on, ümitsizlik chiqib turibdi ve chiqib turayotganligini ko'ryapmiz. Bu Müslümanlarning üstüge kelgan zulm, Müslümanlar tatkan capa, Müslümanlar yolakkan musibetlerinin ig'irligidan bo'lsa kerak. Ama Kur'an-ı Kerim'e qaraydigan bo'lsak, Kur'an-ı Kerim bizge bunda ümitsizlik, qayg'u, dard, alam larga qandoq qarashda, qandoq pozitsiyada bo'lishda, qandoq muomala qilishda bizga yo'l yo'q beradi va ko'rsatma beradi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarixida Resulullah'ın üstüge kelgan en qiyin kun Hazreti Resulullah'ni Mekkelik Kureyshlar tutmakçı bulup, tutup onu öldürmekçi, közden yo'qotmoqchi bo'lib, Resul maslahatni qilishib, Resulullah'ning uyini qo'rshigan, umumiyuzlik Resulullah'a birdek hujum qilib, uyini bostirib kelgan vaqtda Allah subhanahu va taolaning yordami bilan, xabar berishi bilan Resul Akram sallallohu alayhi va sallam uydan chiqdi. Resulullah bu seferde fakat özünün sırdışı, seferdışı, dildişi boğan Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bilen öyden çıktı, çıkıp hatta Hira g'origa kirib şu yerde panalandı. Ama İslam'ın düşmanları Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның öyden çıkıp ketkenligini bilgenden keyin bütün etrafını aqtırıp Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin Hira g'origachilik yetib keldi. Ebu Bekir radıyallahu anh kelgen düşmanlarının köplüki ve kelgen düşmanlarını inip köde Resulullah'a agar ular shunda pastga qaraydigan bo'lsa, ular bizni kuritdi, bizni tafvatdi deb xabar berdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu qayg'urgandek, ichi pushgandek xabar berdi. Ammo Rasul sallallohu alayhi va sallam la tahzan innalloha ma'ana. Sen qayg'urma, azoblanma. Sen özünü yo'qotma. Allah biz bilan birga deb, ana shundoq xatar, ana shundoq ig'ir dushman, ana shundoq o'ltirish niyatida kelgan yovuz dushmanlarining ko'z oldida turib ham qayg'urmaslikqa, azoblanmaslikqa, qo'rqmaslikqa o'zining sodiq hamrohi va do'sti Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ta'lim berdi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu özüden qayg'urgan emas, özünün ailesini qayg'urgan emas, düşmandan qo'rqib qayg'urgan emas, İslam'ның payg'ambari, musulmonlarning yetakchisi bo'lgan ulug' Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir musibat, bir azob, bir ish kap qalami deb qayg'urgan birodarlar.
ana shundaq vaqtda Rasul akram sallallohu alayhi vasallam la tahzan innalloha ma'ana qayg'urma, azoblanma deb xabar berdi. En ig'ir kunlarda qayg'urish kalamasini o'z do'stidan yo'q qilishlikka Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurdi. Yana qaraydigan bo'lsak, Meryem aleyhissalatu vesselam İsa aleyhissalatu vesselam'ı qo'saq ko'tirib, qavmi tarafidan, bütün etrafdagi odamlar tarafidan zina töhmeti bilan töhmet qilinib, yurtida tug'usiz kunga qilib cho'lga chiqdi. Chiqib, yakka yigana, yolg'iz Meryem aleyhissalam bilan hech kishimi yo'q, hech narsami yo'q holida Meryem aleyhissalatu vesselam ya laytani kuntu nasyan mansiya, Parvardigorim, men unutulib ketgan bo'lsam-ken, meni unutib ketgan bo'lsa ekan deb Allah subhanahu va taologa nido qildi. Allah subhanahu va taolo ana shundaq ig'ir bir kunda panadaha min tahtiha alla tahzani, ana shu vaqtda Allah taolo ey Meryem qayg'urmang, azoblanmang, ümidsizlanmang, biz siz bilan birga deb Allah subhanahu va taolo ana Meryem aleyhissalatu vesselam bilan o'zining billiligini, merhamet qo'lini so'nadiganligini, nusrat qo'lini so'nadiganligini, musulmonlar qachonki ehtiyoj bo'lsa qudrat qo'lini so'nadiganligini Allah taolo bu yerda xabar berdi. Musa aleyhissalatu vesselam'ның anısı Musa aleyhissalatu vesselam'ni qo'saq ko'tirib tug'ib Fir'onning jallotlaridan ansirgan chaqda Allah taolo anısıga balını denizga tashlang va la tahzani, uningga qayg'urmang, denizda eqib ketami, cho'kib ketami, denizda izdiraksiz yo'qab ketami, siz buningdan qayg'urmang. Inna radduhu ilayk, biz uni qaytarib beramiz sizga, biz sizga uni qo'lingizga qaytarib beramiz deb Allah subhanahu va taolo ana shundaq ig'ir bir kunda Allohga shikoyat qilgan, Allohga dard to'kkan, Allohga topshirgan, Allohga umid bog'lagan qalblarga qayg'urmaslik to'g'risida Allah taolo xabar berdi. Allah subhanahu va taolo mu'minlarga va la tahinu va la tahzanu va antumul a'launa in kuntum mu'minin, agar sizlar mu'min bo'lsanglar qayg'urmanglar, qayg'urmanglar, bo'shamanglar, chunki sizlar eng kuchli yulanjikka yulangansizlar, eng qudratli yordam berguchining yordamisida sizlar eng to'g'ri yo'ldasizlar, sizlar bütün kainatning egisi, padişası, mutlaq hükümranı bo'lgan qudrat sohibining qullari sizlar deb Allah subhanahu va taolo mana bu yerda qayg'urmaslikqa bizga amr qildi, birodarlar. Yana Allah taolo o'zining farishtalarini bizga tushirganligi haqida xabar berib, innallazina qalu robbunalloh summa istaqamu, Rabbimiz Allah degan, bu degan so'zida rost tugan, bu degan so'zida rast tugan va bu degan so'ziga ega bo'lib tugan, dinim islom degan, kitobim Qur'on degan, mana bu so'ziga haqiqiy amal qilgan kishilarga Allah subhanahu va taolo tatanazzalu alayhimul malaika alla takhafu va la tahzanu, ularga Allah qo'rqmanglar, qayg'urmanglar deydigan ve shundaq bishoratni beradigan malaikani tushirdiganlik bilan Allah xabar berdi, birodarlar. Demak, biz bu dinda yo'qotadigan, bu dinda ayrıladigan, bu dinda mahrum qoladigan, bu dinda erişemaydigan narsa yo'q. Chunki ketgini ham Allah uchun,
erişkinimiz hem Allah'ın üçün, mangınımız hem Allah üçün, sözlüğünümüz hem Allah üçün, yaşığınımız hem Allah üçün bulurken, Allah subhanahu ve taala bizge bu yolda kaygını vermegen buraderler. Allah Teala mana bu müminlerge Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözü bilen "Kul hel terabbesune bina illa ihdel husneyn" Daği Muhammed aleyhissalatu vesselam, ey bizlerin üstümüzden mağlubiyet bilen, musibet bilen, azap bilen, ayrılış bilen, kıyınçılık bilen, qo'qtivatgan, tahdid sedavatgan insanlar sizlar bizga ikki yaxshilikning birini kutyapsizlar. Ya zafarni kutyapsizlar, ya g'albini kutyapsizlar, ya o'rlikni kutyapsizlar, ya xushallikni kutyapsizlar. Yoki Qur'on tilida, İslam tilida, musulmonning tilida va musulmonning qalb tilidagi g'albini, cennetni ve rahatni Müslüman közlügen hakiki Allah'ın rizalıkını kütüvatsızlar. Bu yolda kaybetiş yok, bu yolda ayrılış yok, bu yolda mehrumluk yok. Yokatsan mı hem iriş için yokatkanlık, ayrılsan mı hem cüglüş için ayrılganlık. Dep cevap verin bizge haber verdi buraderler. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Allahümme inni a'uzu bike minel hemme. Ey Allah, men kaygıdın, men gamdın, men azaptın panah dilayman sen bilen dep bizge kaygı sözüdün panah dilaydiganlığı, onundan kaçıdiganlığı, onundan ayrılıdiganlığı bilen haber verdi. Demek Kur'an-ı Kerim'ni varaqlaydigan bolsak, Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetini varaqlaydigan bolsak, İslam bizge daim Allah takhafu ve la tahzanu. Allah takhafu ve la tahzanu. Kaygırmanglar. Dep bir haber berwatydy. Demek hak yol hak boladiken, söz hak boladiken, dava hak boladiken, iş hak boladiken, amel hak boladiken, bu hakning keynida hammani biladigan, hammaga beradigan, hammaga kuchi yetadigan, ojizga yordam beradigan Rabbning borligi bilan biz qayg'urmaymiz birodarlar va biz bu yo'lda azoblanmaymiz. Shuning uchun qayg'urish, azoblanish, alamlanish degan bu so'zdan mu'min musulmonlar yiroq turishi va buningdan qochib turishi va bu so'zdan ayrilib turishi lozim. Allah subhanahu va taala hammamizni qayg'u alamdan yiroq qilsin. Allah taala qayg'u alam orqali bizlarni musibat bilan musibatlandirmasin. Bizlarga Allah taala yaxshilik ato qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.